Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu desangiz, bu masalari yo'q edi. Shamollashga bir yaxshi doringiz bormi? Qanaqa bola, nima deyapsan? Yaxshimisiz? E'tibor bermang. Yosh bola-da o'zini qanaqa tutishi bilmaydi. Sal shamollab qoldi. Shunga qanaqadir doringiz bormi? Nima? Mana sizga voy, menga nimaga? Men shamollamaganman-ku. Mana siz bilan ko'rasiz. A bu necha yoshdan bu? Buni detskisini bering. Buni ko'rinish katta bo'lgan bilan miya hali maktabga chiqmagan. Yo'q, detski bo'lib qolishmi hali? Qarang, qon bosimiga qarshi yaxshi dorilaringiz bormi? Endi tushunasiz, qarichilikda o'ynab turadi qon bosimi. Bunga dori kerak emas. Hozir tabiiy yo'llar bilan davolasa bo'ladi. Zulik qo'yinglar. Ha, zulik. Zulik qo'yish kerak bo'lsa ham meni davlenam o'ynamas ekan. Zulik yonimda. Har kuni qonimni so'rab yuribdi. Yo'q, zulik bo'lib qoldikmi hali? Nech pul bo'ldi singlim? 94 ming. 94 ming, mana 100 ming. Qaytimiga qanaqadir kampitmi yo chupi-chupsmi bormi? Bor hozir. Yonimda detskilar bor-da. Yig'lab yurmasin. Hazillashdingiz-da hozir. Mana. Nima bering? Maska bormi bitta? Maska nimaga? Sanga o'xshagan zaharlardan himoyalanish uchun. Yo'q, men zahar emas, asalman. Voy. Nimaga ketib qolsan? Bo'pti, asalsan. Chorlaga asal mumkin emas. Qon bosimi ko'tarilib qoladi. Obbo. Nima qilsa bo'ladi bu qizsa? Singlim uzri, xos bog'chadan olib chiqolmanda, xafa bo'lmaysiz. Detskida baribirga ham. Rahmat. Keptiring. To'xta.